Assalomu alaykum. Tezkor chaqiruv loyihasining navbatdagi soni efirda, siz ayni paytda UzReport telekanalidasiz. Biz boshladik, siz esa tomosha qiling. Tungi reyd tadbirlarimiz davom etadi. Biz ayni paytda Yunusobod tumanidamiz va bu yerda yo'l patrul xizmati inspektoriga bo'ysunmaslik qilgan haydovchi bilan suhbatlashamiz. Aslida vaziyat qanday bo'lgan o'rganamiz. Svetofor oldidagi ko'chadan chiqib kelyapman. Mana bu shu palasi uzilmagan, yo uzi bor, san svetofordan oldin chiqishing kerak deyaptilar-da. Svetofordan oldin patok bo'lib yotdi. Avtobus turgan joydan chiqishing kerak deyapti. Bu yerdan sraz chiqib bo'lmaydi-da bu yoqqa. Palasi uzilmagan, mana bu yog'iga polniy avtobusgacha ketgan. Yo'q o'sha davom. Xizmat olib borayotgan xodimmi nima haqorat u? Siz deb haqoratlaganingiz uchun mana muloqotimiz yozilyapti, ogohlantirdim. 132-bandni buzib keldingiz dedim. Burayda turmas so'zlar bilan boshladilar, keyin meni naryad chaqirdik, majbur bo'ldim. Kontinental mehmonxonasi qarshisidagi ko'chadan chiqqandan keyin svetoforga 7 kunga qadar uzuq-uzuq palasa bor. A qatorni bo'shatib qo'yish uchun. Shunga shu haydovchiga shuni tushuntira olmadim, yo'q deb turib oldilar, keyin ko'rmadim, o'tib oldilar. Isbotlab berganimdan keyin. Ogohlantirdingizmi? Gapinglar hammasi yozilgan. Hammasi yozilgan. Hop, holat yuzasidan qanaqa chora ko'riladi? Holat yuzasidan bo'ysunmaslik qildilar. Hammani o'zlariga qaratib, jamoat joyida kureda turmas so'zlar bilan haqorat qildilar. Shunga naryad chaqirdik. Profilaktik inspektor chora ko'radi. Patrul post xizmat xodimlari zudlik bilan voqea joyiga yetib kelishdi. Xabar yuzasidan joyga yetib kelganimizda yo'l patrul xizmati inspektoriga bo'ysunmaslik holati bo'lgan ekan. Holatni o'rganib, fuqaroni Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-moddasi ichki ishlar organi qonuniy talabini bajarmasligi bo'yicha profilaktik inspektoriga topshirdik va birlamchi hujjatlar rasmiylashtirildi. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda qonun-qoidalarga amal qilishingizni, qolaversa avvalo o'zingizni, undan keyin esa boshqalarni hurmat qilishingizni so'rab qolamiz. Omon bo'ling. Megaplanet yo'nalishi tushundim. Holat bormi? Megaplanet yo'nalishida hozir narsa aniqladi deyishyapti. Taqiqlangan modda shu hozir joyga boramiz. Tungi navbatchiligimiz davom etadi. Biz esa navbatdagi holatga yetib keldik. Yordamga qanaqa holat sodir bo'ldi? Hozir mana chaqiruvga asosan yetib keldik voqea joyiga. Piyoda yo'nalishlarimiz taqiqlangan modda aniqladi deyishyapti. Hozir ko'ramiz. Salom. Nima bo'ldi? Hozir ushbu fuqaroni ikki holat ishtirokida tekshirganimizda yonida taqiqlangan jigarrang rangli, o'tkir hidli o'simliksimon modda borligi aniqlandi. Navbatchilik qismiga xabar berdik, tezkor guruhiga yuborishga. Hurmatli fuqaro, yoningizda taqiqlangan buyum bormi, yo'qmi? Adezdan chiqayotgandim, shift orasida narsa yotgan, shift ochiq turgan ekan. Shunda olib qarasam nima ekan deb o'zim usullarni tozalab chiqyotgandim. Olganimda qaradim, ochib qaraganim ham yo'q, hali ochib qaraganim to'kilyapti, pastga tushib tashiyman dedim. Shu payt endi chiqqan paytda magazinni oldi, sizga chiqdi. Hurmatli xolislar, ko'rganim edi. Hurmatli fuqaro, menga xolislarga qanaqadir e'tiroz bormi holat yuzasidan? Hozir o'sha yoningizdan chiqqan narsani rasmiylashtirib, oq konvertga solib muhrlaymiz. Holat yuzasidan ma'lumot bersangiz. Bugun Yunusobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasiga tun xizmatga jalb qilindik. Xizmatimiz davomida Yunusobod tumani 11-mavze 2-uy oldidan o'tib ketayotgan vaqtimizda bir nafar fuqaro bizda shubha uyg'otdi. To'xtatib, hodisa ishtirokida yonini ko'zdan kechirganimizda ushbu fuqaroning yonida qog'oz bo'lakka o'ralgan jigarrang rangli, o'tkir hidli o'simliksimon modda borligi aniqlandi. Holat yuzasidan birlamchi hujjatlar rasmiylashtirib, navbatchilik qismiga axborot berdik va tezkor tergov guruhini yuborishni so'radik. Bu narkotik moddalarga qarshi kurash borasida butun hamma fuqarolarimiz jam bo'lish kerak. Sababi ushbu holat, shubhali holatlar ko'rilganda zudlik bilan yaqin ichki ishlar organlariga yoki 102 raqamlariga qo'ng'iroq qilishlarini so'raymiz. Rahmat. Hurmatli fuqarolar, shubhali shaxslarga yoki bo'lmasam holatlarga duch keldingizmi? Tezda ichki ishlar organlariga xabar bering. Sizni xavfsizligingizni mana shunday mard o'g'lonlar himoya qilishadi. Tungi soat 23:50, tungi navbatchiligimiz esa davom etadi. Shunday qarorichi? Haydovchilik guvohnomangiz mavjud emasmi? Haydovchilik guvohnomangiz yo'qmi? Topshirganman, ololmaganman. Nega avtomashina ruliga o'tirdingiz? Mumkin emasmi? Bilaman.
haydovchilik guvohnomasi avtomobil boshqarayotganingizga nisbatan sizga tegishli tartib ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. 135 modda bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdim. Iltimos qilib ma'muriy bayonnomaga imzo chekavering. Yo'q, tanishtirib yuboring, shunda ikkisini men bilolishim kerak-da. Ikkisini emas, sizga tegishli hujjatlar sizda bo'lsa. U 8 bu boshqa narsa, aka. Siz tegishli hujjatsiz. Tegishli hujjatsiz. Hujjatlaringiz yo'q, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Yo'q, o'shami yo'qmi ko'rib olishim kerak. Aka, siz boshqa narsa yozmayman. E'tirozlaringiz yo'qmi? Yo'q, cho'tka olgan. Hammasi shu. Aynan mana shu zikr rusumli avtomashina haydovchisining haydovchilik guvohnomasi yo'qligi ma'lum bo'ldi. Yo'l harakati qoidalari 7-bandini buzgan holatda haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksi 135-moddasiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdik. Holat joyida и avtoyo'l vaqtinchalik jarima maydoniga qo'yib turamiz. Bu avtomashina yo'l patrul xizmati inspektori tomonidan jarima maydonchasiga yo'l oldi. Hurmatli haydovchilar, yo'llarda yo'l qoidasiga amal qilib yuring. Kiring. Assalomu alaykum. Aka, bizning ishlar nima bo'lyapti? Aka, sizga nisbatan g'olamachilik jinoyat bo'yicha hujjatlar to'plab qo'yganmiz. Yaqinda sudga chiqaramiz. Aka, yengillashtirib bering, shuni yo'lni qilib bering. Ham olib qo'ying, bola chaqa bor sizda. Bu narsani yig'ishtiring, kerak emas bu narsa. Bu berish ham, olish ham porani jinoyatga sabab bo'ladi, aka. Nima qilganingizni olib qo'ying, umuman. O'rgangan ko'ngil o'rtansa qo'ymas deganlardek o'zi jinoyat sodir etgan mana bu shaxs xodimga pora berishga urinayapti. Bu voqea Samarqand viloyatida sodir bo'lgan. Kattaqo'rg'on tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tergovchisi, Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasiga bildirgi bilan murojaat qilib, pora taklif qilgan shaxsga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini so'raydi. Sizga pul taqdim qildimi? Qayerga qo'ydi pulni? Xodimlar tomonidan zudlik bilan tezkor tadbir rejasi tuzilib, tergovchining xizmat xonasida gumonlanuvchi shaxs xodimga 2000 AQSh dollari pora bergan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olinadi. Mazkur holat yuzasidan pora taklif qilgan shaxsga nisbatan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchi shaxs protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ham xodimlar bilan bog'liq korrupsion holatlarga duch kelsangiz yoki guvohi bo'lsangiz, zudlik bilan Ichki ishlar vazirligining 1102 hamda shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 31 74 telefon raqamlariga yoki ekrandagi maxsus Telegram bot orqali xabar bering. Xabar berganlarning shaxsi sir saqlanishi kafolatlanadi. Azizlar, reyd tadbirlari davomida aniqlangan holatlarning arziguligini sizga ilindik. O'zingizni ehtiyot qiling. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling.